Hamma har xil narsadan kayf qiladi. Men eng mazza qiladiganim, kayf qiladiganim nimada? Ya'ni ushbu vaziyatda kecha menga bitta patsientim telefon qildilar. Hozir meni ko'rib turgan bo'lishlari ham mumkin, ya'ni Munisa. Juda ham xursandlar. Ularning xursandchiliklarini men ham boyagi ovozlarida eshityapman, bilyapman va o'zim ham kayfiyatim ko'tarilyapti. Keyin so'rayapman. Nima yengili sizda Munisa desam, aytayaptilar. Doktor deyaptilar, menda mana bu sohalarda menimcha grija bor edi. Hozir mana 5 oy o'tgan bo'lsa, shu tavsiyangizga binoan повторный MRT qildirdim. Hozir deyaptilar, grijam 2 millimetrga so'rilibdi. To'g'risi bu narsa bo'lishiga men ishonmasdim deyaptilar-da. Endi bitta narsada o'zi asli grija kasali bor insonlar diqqatiga, sizlarda o'tkir og'riq qo'yib yuborgandan keyin asosiy tavsiyalar boshlanadi. O'sha tavsiyalarni ko'p vrachlar beradi, lekin отдельно o'sha narsaga urg'u bilan ko'rsatmaydi. Ya'ni grija o'zi so'riladigan narsa, faqat unga sharoit qilib berish kerak bo'ladi. O'sha patsientimga ham shu narsani tushuntirganman. Sir emas bu tavsiyalar, ya'ni o'sha to'g'ri ovqatlanish, o'z vaqtida dam olish va muntazam LFK mashqlarini murabbiy bilan qilib yurishni tavsiya berganmiz. Punktualni bu qilib yurdilar. Mana Allohga shukr, 5 oy ichida mana o'zlarini tempida grija уже so'rilishni boshlagan. Agar siz ham ushbu tavsiyalarni qilib yuradigan bo'lsangiz, sizlar ertaga повтор vrachcha qabuliga bormaysizlar yoki ertaga operatsiyagacha yetib bormaysizlar. Avvalambor kasallikning sababi o'zingizsiz. O'shaning uchun birinchi navbatda o'zingiz bilan kurashishingiz kerak bo'ladi.